Uyingizni remont qila olmasdan qiynalayotgan bo'lsangiz, akalarimizdan zo'r ideya chiqib qoldi. Ya'ni 15 million so'mga bitgan imoratimizni ko'rishingiz mumkin. Obyemingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, kattaroq bo'ladigan bo'lsa, akalarimiz mana bunaqangi barklarni bonusga yopishtirib ketishyapti. Bunaqa narxlar qayda bor? Albatta Farg'ona viloyati Rishton tumanida bor akalar. Xudo xolasa biz ishlab chiqaruvchi, ya'ni usta master akalarimiz bilan narx-navosi haqida sizlarga to'liqroq yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Qalaysiz, tinchmisiz? Rahmat. Xudo xolasa aka, ishlaringizni ko'rib bir havas qildik. O'zimizning xonadonga ham chaqiramiz, xudo xolasa. Albatta o'zimizga ma'qul bo'lganini keyin ijtimoiy tarmoqqa yuklaymiz-da biz. Bo'lmasam narx-navosi qanaqa bo'lyapti, qanday holatda bo'lish kerak, qayerlargacha xizmatlaring aka? Bir boshdan yoritib beraverasiz. Aka, bu однотонный travertinimiz tayyor devorga, shikaturka devorga 70 ming so'mdan boshlanadi aka. 70 ming so'mdan. Ya, u dizaynga qarab nima bo'laveradi? O'zgaraveradi narxi. Oldin remont qilingan bo'lsa, loy suvoq bo'lsa yoki vadimusa berilgan bo'lsa, uni qayta restavratsiya qilish uchun aka narx qo'shilib qoladi. Ozmoz o'ynab qoladi. Ozmoz qo'shilib qoladi o'shaning hisobiga. Agar shikaturka devor bo'lsa aka 70 ming so'mdan mana shunday mash fasonimiz bitadi aka. Ha, qarang. Endi kimgadir bu fason yoqmasligi mumkin-da. Odamlar hozir didi nozilashib ketyapti. Bundan-da boshqacha versiyalari ham bormi? Bor aka, bor. Misol, sizga Telegramdan yozishsa, katalogingizda ko'rsatib beraverasiz aka. Uyni nima qilsa o'zimiz ham dizayn skillam qilib beraveramiz. Ha, ya'ni faqat mana shunaqangi svetmi? Buni молочныйga yaqin, yashilga yaqin 24 xildan ortiq ranglarimiz bor aka. Ha, katalogi bor ya'ni. Kataloglar bor. Juda go'zal aka. Qarang. Mana bunaqangi po'kaklarni o'zlari olib kelib berishami, o'zlaring olib kelasizlarmi? Bu ham aka ichida. Ichida. Bonusiga ketaveradi aka. Ketaveradi aka, kelishib qolsa, ob'yom katta bo'lsa. Ob'yom katta bo'lsa bonusga, ob'yom kamroq bo'lsa, albatta metrga hisoblanadi aka. Albatta aka. Aytib o'tamiz shuni. Juda go'zal. Endi qarang, hozirgi paytda 1 etaj, 2 etaj qilishyapti. 2 etajli uylarga aka 70 mingdan qilib berasizlarmi yo baland lesa qo'shilsa qo'shilib qoladimi narxi? Aka, vodiyga ketaveradi. Vodiyga. Vodiyga 70 mingdan 2 etaj, 3 etaj farqi yo'q. Biz dizaynga qarab bu videoda boshqa viloyatlardan ko'rayotganlar, misol Voha tomonlardan 90 mingdan boshlanadi aka. Boshlanadi aka. Juda go'zal. Necha yil garantiya beryapsiz va servis xizmati? Avvalo aka, Xudo. Xudo xolasa biz o'zimiz sinovdan o'tgan 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya berasiz albatta. Qaysi holatda bo'lsagina ayib sizniki bo'lib qoladi bu devorda? Bu endi travertinimizda ko'chib ketsa boshqasi shu bizdan bo'ladi. Servis xizmati bor. Mana bu janavarlar tushib ketib qolsa, tiyagalarimiz, agar ajrab ketib qolsa, mabodo uyda egasi aka ketmollab, teshalab, o'yib qo'yib ham sizni chaqirishlari mumkin-da. Mumkin. Bunaqalar platniy bo'ladi. Agar devor tagi sho'rlab ketgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, u ham devordan nimasi muammosi bo'ladi, tabiat qonuni bo'ladi aka. Mabodo o'sha mana bu tiyaga tushib ketsa, yo bo'lmasa ranglari o'chib, haligi gullab ketib, holatini, xususiyatini yo'qotadigan bo'lsa, ayb sizniki aka. Xudo xolasa travertinimizga garantiya bor. Garantiya bor. Sinovdan o'tgan aka. Ha, endi sir bo'lmasa aka, mahsulotni qaysi turdagisini foydalanadi. Endi brendlarni yetishish shart emas-ku, baribir arzonmi, qimmatidan yaxshidan ishlatishingiz mumkin-da, shular haqida ma'lumot. Aka, endi bu mahsulotning sifati nimasiga qarabdi o'zini? Tushunarli. Yo, bunday narsada qarang, bu savolni berayotganim konkurent ko'p bu sohada. Hozir ana bitta negativ bo'ladi. Bular arzon materialdan foydalanadi, shuning uchun narxlari arzon deyish mumkin. Asli siz sifatli materialdan foydalanib turib, shunchaki arzon qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Birinchi qo'l aka, biz o'zimiz ishlab chiqaramiz aka. Juda go'zal. Shu haqida. Manzilingiz qayerda aka? Farg'ona viloyati Rishton tumani. Rishton tumani. O'zbekiston bo'ylab ketaverasiz, vodiy bo'ylab bo'lsa yanada go'zal bo'ladi aka. Albatta. Nechta odamingiz bor? Misol mana bugun bu xonadonni olyapsiz, sizga telefon tinmayapti. 2 ta 3 ta xonadon uji bo'lib ketdi-da, 3-odamniki 2 oy 3 oyga cho'zilib ketmaydimi? Yo'q aka, gruppamiz ko'p aka. Gruppa bor aka? Bor. Juda cho'zilib ketmaydi. Adashmasam qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tdik. Kam ko'zlariga aka uzr so'raymiz. Telefon raqamingizni uji ekran tagiga yozib oldik. Xudo xolasa telefon qilsa aka, Biznes Advor kanalidan chiqdim desa, sezilarli darajada aka bonuslar qilib berasiz. Alloh rozi bo'lsin aka. Salomat bo'linglar aka. Akalar, biz uchun bo'lmasa ham ushbu hunarmand akalarimiz uchun bittadan like deb bosib ketasizlar, xudo xolasa. Zo'r nafar qilib berishadi. Akalarimiz bu yog'i mikrofoni bor, salomlashib ketishdi. Eng sifatli